Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun mana navbatdagi buyurtmamizni o'z egasiga topshirib oldik. Inshaalloh chiroyli chiqdi. Egalariga ham ma'qul bo'ldi. Yoqda mana kiyim uchun beshilka qo'yilgan. Pastda buni qilingan ichkarida tortmalar. Keyingi atsekimizda ikkita o'rtadagi atsekda ko'rpacha taxlash uchun xona qilingan. Tagi tortma. Bunisi ham xuddi shunday. Ko'rpacha uchun xona. Tagida tortmamiz bor. Bu tomonda beshilka, tepada bosh kiyimlar uchun polka. Pastida yana ikki qavat polka qilingan.